Qaranglar, bu odam 1 yil oldin tirik bo'lgan ekan, o'ldirib shu yerga ilib qo'yishibdi Farg'onada. Nimaga bunaqa deylar aka? O'ldirib ilinmagan ekan. Bu odamlar 1 yil oldin tirik bo'lgan, haqiqatda tirik odamlar bo'lgan. Bu o'zi Xitoylik odamlar. Tibbiyotni rivojlantirish uchun o'zini qurbon qilgan insonlar bular. Ular o'zi asli er-xotin bo'lgan. Ha, bu ayol kishi. Ha, bu ayol kishi. Unda shu a'zolari ko'rsatmagan asosan. Bu yerda erkak kishi bor. Bu tarafga o'tsangiz, bunda nerv sistemalari asosan, mushaklari. Go'shti haqiqiy. Ha, o'ziniki. Odam go'shti shunaqa bo'larkan, tishi ham qaranglar. Ko'zdan tashqari hamma yo'q o'ziniki. Qo'ya. Tirnog'igacha. E'tibor ko'rsatmaymiz. Ha, tirnoqlar ham o'ziniki. Ya'ni Xitoylik bo'lganicha kichkina, to'g'rimi? Shunaqa. Bu odam dunyodagi eng kasali ko'p odam ekan. Joni yo'q xolos, hamma kasali bor. Ya'ni mana shu miyasiga hamma kasalliklar kiritilgan. Mana shu yerdan bossangiz bo'ldi, o'sha kasal bo'lib beradi. Apparatlar bor. Operatsiyada qanaqangi texnologiya kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hammasi mujassamlashtirilgan. Ayol kishi, yosh bola, har xil kasallik, UZI apparat bor, endoskopiya. Qaramanglar. Bu tarafda Yosh bola. xirurgiya bor. Bu yoqqa yursangiz, bu tarafimizda test tibbiy yordam bor. O'quvchilar imtihonni o'tkazishlik uchun, masalan, avariya holati yuz berdi, birinchi test tibbiy yordam ko'rsatish uchun shu simulyatsion apparatimizda imtihon o'tkazamiz. Haqiqiy qon, ha? Ha, yo'q, bu rang bo'ladi, o'zi asosan qon ketadi, shu qonni to'xtatishlik kerak. Qanchadir daqiqa davomida. Zo'rlik. Naslkada joylash mashinalariga. Imtihon topshiradigan xonalarimiz, u nari tarafda o'qituvchimiz o'tiradi, o'qituvchini ko'rmaydi o'quvchilar. O'qituvchi u yerdan baholab boradi. Hamma kasallik bo'limlari bor bu yerda. Qoyil. Hayratlanarli darajada.